Siz narkomansiz. Qadimgi davrda dopamin olish uchun mamutni ovlash kerak edi. Bu qiyin dopamin edi. Bugun esa siz arzon dopaminni bir soniyada olasiz. Like, bildirishnoma, tinmay scroll. Natijada esa sizning retseptorlaringiz butunlay yonib ketadi. Bilasiz-ku, kitobdan bildirishnoma kelmaydi. Do'stingiz bilan suhbat esa like yig'maydi. Dunyo siz uchun juda sekin bo'lib qoldi. Biz o'z irodamizni yo'qotgan raqamli zombilarga aylandik. Telefoningizda 3 soat tinmay reels ko'rasiz, lekin kitobning 5 betini o'qiy olmaysiz. Siz buni dangasalik deb o'ylaysiz. Yo'q, bu kimyoviy tuzoq. Sizning miyangiz haqiqiy narkoman. Uning narkotiki esa dopamin. Lekin chiqish yo'li bor. Bu zerikish. Faqat sukunatdagina retseptorlar qayta tiklanadi. Yirtqich hayvonni boqishni to'xtating. Zerikishni o'rganing. Shunda hayot ta'mini qayta his qilasiz.